Abdulla Qahhor. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. O'jar. U tuta ot quyrug'idan bo'l uzun sochi deb qo'ya. Teknigi boshda tugul, tanqidga muhtoj deb qo'ya. Abdulla To'qay. Qutbuddinovga ovchi oshnasi ikkita tustovuq nom qildi. Tustovuqlar tozalanib, tuzlanayotganda Qutbuddinovning fe'li aynidi. Ya'ni, birorta shinavanda ulfat bilan birpas dilkashlik qilg'usi keldi. Uning qo'shnisi Zargarov yaqin bir oy bo'ladi, joridan 1 litr xushbo'y vinoni dumbajigar bilan ichgani asrab yurar edi. Semiz tustovuqning daragini eshitib, "Xayr, qo'y so'lsak yana vino topilar", dedi. Bu ikki ulfat ahyonda mana shunday dilkashlik qilganlarida suhbat boshdan oyoq ikki mavzudan chetga chiqmas edi. Biri, shu ketishda shaharimiz yana 50 yildan keyin qanday bo'lar ekan? Ikkinchisi, so'nggi vaqtlarda fan kishilarni yoshartirish to'g'risida nega indamay qo'ydi? Qutbuddinovning o'g'li Suyar ovqatdan keyin Pionerlar saroyiga ketgan edi. Soat 6dan o'tib borayotir, daragi bo'lmadi. Shu vajdan Qutbuddinov suhbatning boshlanishida jinday tashvishmand bo'lganidanmi, bu safar mavzu shaharning kelajagi, fanni jimib ketgani emas, bola tarbiyasi bo'lib qoldi. Zargarovning ham o'g'li bor. Ikki ota hozir tarbiyani xo'p maqtashdi. Zargarov uzun so'zdan xulosa chiqarib, "Men yoshligimda shunday tarbiya ko'rgan bo'lsam, hozir yerda turib oyda chorvachilik qilar edim", dedi. "Men ham", dedi Qutbuddinov. "Men ham ko'p xizmatlar ko'rsatar edim. Lekin birodar, qani ichaylik." Lekin birodar, har bir yomonning bir ammosi bo'lishi kerak. Har yaxshining bir lekini. Hozir tarbiya yaxshi. Hech shubhasiz yaxshi. Lekin kamchiligi yo'qmi? Bor, albatta bor. Masalan, bolalarga shaxmat o'ynatishni olaylik. Bolaning miyasi shunday miyaki, chunonchi bizning moliya tili bilan aytganda alohida paragraf. Otangizga rahmat. Kamol toping do'stim. Men ham xuddi mana shuni aytaman deb turgan edim. Shundoq do'stim. Bola deganingizning miyasi, siz nega ochiqmadingiz? Fikrlar bir joydan chiqib, ikki tanqidchi ko'p mamnun bo'lishdi. Suhbat yana ham jonlanib ketdi. Hozirgi tarbiyani olib shaxmatga urildi. Shaxmatni olib tarbiyaga. Ikkovining ham dabdalasi chiqarildi. Qutbuddinov rumkalarni yana to'ldirdi. Belgi bilan iyagini qashlab davom etdi. Shaxmatning yana bir zarari shuki, agar g'irrom odam bilan o'ynasangiz, asabingiz buziladi. 34-yilda Bobojonov bilan o'ynagan edim. G'irromlik qilib shohimni olib qo'ydi. "Shohimni ber, men senga bo'lak narsa beray", desam ko'nmadi. Cho'ntagiga solib qo'ydi. Jahlim chiqib qolgan ekan, shohsiz o'ynayverdim. Baribir qoldirdim. Shundan beri o'ynamaydigan bo'lib ketdim. Nima keragi bor? Xo'sh, ana qoldirdim. Nima bo'ldi? Shuni ayting, poyezddan qolibdimi? Soat 8dan o'tganda Suyar keldi. U eshikdan juda hovliqib kirgan edi, bularni ko'rib shashtiq aytdi. Sekin ichkari uyga kirib ketayotganda Zargarov ko'rib qoldi. Ey yigitcha, qani bu yoqqa kelingchi. Barakalla, mulla Suyar. Otasini suyarmi, onasini suyarmi? Yo ikkalalarini ham suyarmi? Qutbuddinovning otalik mehri jo'sh urib ketdi. Suyarning boshidan, yuzidan o'pdi, quchoqladi. "Albatta, otasini suyarda, o'g'lim. Bizning o'g'il xo'p yaxshida. Birov bilan urushmaydi, papirus chekmaydi. Onasidan otasini yaxshi ko'radi. Shaxmat o'ynamaydi." Suyar o'zining quvonchini tantana bilan e'lon qildi. "Bugun instruktorimizni qoldirdim, dada." Ana endi ko'p bema'ni ish qilibsiz-da, o'g'lim. Shaxmat o'ynamagin demabmidim. Qara, burningdan suv oqyapti. Miyang suyulibdi. Suyar bo'shashib ketdi. "Shaxmat o'ynagandan emas", dedi burnini artib. "Kecha o'zingiz ariqdan ko'zoynagingizni izlatdingiz." Qutbuddinov labini burdi. "Ko'zoynagini izlasa burundan suv oqar emishmi? Ming la'nat. Bor uyga kir, darsingga qara." Suyar tabixira bo'lib kirib ketdi. Qutbuddinov o'g'lining noqobilligidan, andishasizlikdan qattiq xafa bo'ldi.
Nahot otasi shaxmat o'ynamagan degan bo'lsa-yu, o'ynasa. O'ynaganini yana ayniqsa mehmonning oldida bu qadar tantana bilan e'lon qilsa. Zargarov ko'p bolalar shunaqa ekanligi va Suyar eslik bola bo'lgani uchun bu xildagi qusurlarni yo'qotish qiyin bo'lmasligini aytib, ranjigan otaning ko'nglini ko'targan bo'ldi. Mening o'g'limcha, bundan ham battar. Men unga tog' injener bo'lgin desam, yo'q dada, bilmaysiz, men uchuvchi bo'laman, deydi. Ha, voy itvachi, men bilmas emishman. Ikki tanqidchi bolalarning otalariga gap qaytarishlarini, otalarining so'zlarini ba'zini yerda qoldirishlarini hozirgi tarbiyadan bo'lgan eng katta kamchilikning natijasi hisoblashdi. Va buni har kuni, har soatda ko'rib turganlari holda bunga qarshi jamoat fikrini qo'zg'agudek bir ish qilolmaganliklari uchun o'zlarini ham ayblashdi. Men shu to'g'risida gazetada bir maqola yozsamu deb ham o'ylagan edim, dedi Zargarov. Lekin kelishtira olmasman, deb qunt qilmadim. Chala-chulpa yozib birovning oldiga, shu to'g'rimi, deb borgan nomus qilaman. Rostini aytsam, 56 ga kirib ham birovdan aql o'rganishni o'zimga ep ko'rmayman. Endi men sizga aytsam, biz birovga aql o'rgatsak tuzuk. Nima dedingiz? Albatta, lekin men ham maqola yozishga yo'qman, birodar. Endi biz-ku o'tdik. Bolalarimiz ham bizdek bo'lmasin-dek. Buning uchun bolalarga har xil adabiyotlardan o'qitish kerak. Bu to'g'rida ham hozirgi tarbiya o'choqlarimizning beparvoligi bor. Chunonchi, men u kuni o'g'lingizni imtihon qilib ko'rdim. Mazasi yo'q. Hatto Saltikov bilan Chedrin degan mashhur yozuvchilarni bir-biridan farq qila olmaydi. Ikkovi bitta odam deyin. Kula o'libman. Sizga aytaman deb esimdan chiqibdi. Zargarov o'g'lim a'lochi deb hech kimga so'z bermas edi. Qutbutdinovning bu kulgisi uni tamom o'ldirdi. Rosti bilan shunday dedimi? Adabiyotdan ham a'lo baho olgan edi-ku. Adabiyot muallimi oshnangizdir. Saltikov bilan kim dedingiz hali? Shedrinmi? Shuni bilmasa men qulog'ini tagi bilan sug'urib olaman. Qutbutdinov hamon kular edi. Bilmaydi, ba'zir sug'urib olavering. Azbiroyi xudo ikkovi bir odam deydi. Qutbutdinovning me'yordan ortiq kulgisi Zargarovning hajini keltirdi. Nima bo'lib uning og'zidan mening o'g'lim bilmasa, sening o'g'ling ham bilmaydi degan mazmunda so'z chiqib ketdi. Qutbutdinov ham o'zining o'g'liga ishongani uchun Zargarovning bu bo'xtoniga darrov sig'ida zarba bergisi keldi. Hozir, dedi Suyar. Suyar, bu yoqqa chiq o'g'lim. Yotganmiding? Mayli bu yoqqa o'tir. Bizga bir narsani hal qilib ber. Saltikov katta yozuvchimi, Shedrin katta yozuvchimi? Suyar goh otasiga, goh Zargarovga qarar va hayron edi. Yo'q, siz savolni noto'g'ri qo'ydingiz, dedi Zargarov. Bunday. Saltikov ilgari o'lganmi, Shedrin? Ikkovi bitta odam-ku, dedi Suyar, nima gap ekanini bilolmay. Zargarov qiyqirib kuldi, chapak chaldi va bunga ham qanoat qilmay o'rnidan turib o'yinga tushdi. Qutbutdinov do'q urdi. Saltikov bilan Shedrinni kim aytdi senga? O'zim bilaman. Kitobda bor. Kitobda bor? Shaxmatni ko'proq o'yna, itvachcha. Qutbutdinov bola bechorani xo'p urishdi. Zargarov Qutbutdinovni ulardek kalaka qilib, toza alamini oldi. Buning ham og'irligi Suyarga tushdi. Suyar yig'lab yubordi. Undoq demagin o'g'lim, dedi Zargarov bir pos jimlikdan keyin. Dadang bir narsani degandan keyin darrov xo'p bilmabman deyishga o'rgan, yaxshi emasmi? Noto'g'ri aytsalarchi? Ikki tanqidchi yalt etib bir-biriga qaradi va bu qarashda ikkovlarining ham ko'nglidan bir gap o'tdi. Bola ham shunday o'jar bo'ladimi? Suyar ichkariga kirib ketdi. Qutbutdinov ertagayoq Suyarning maktabiga borib katta g'alaba ko'tarmoqchi bo'ldi. Zargarov maktabdan ham ko'ra pionerlar saroyiga borishni ma'qul ko'rdi. Anchadan keyin Suyar kattakon bir kitob ko'tarib chiqdi. Mana, dedi portretni ko'rsatib. Mana Saltikov, Shedrin. Qutbutdinov bu o'jar bola hamon o'zinikini ma'qul qilmoqchi deb juda g'azablandi. Ammo mehmonning oldida o'zini tiydi. Zargarov portretni ostidagi yozuvni o'qib xuddi qanotli tuya ko'rgandek ajablandi.
va kitobni sekin Qutbutdinovning oldiga surdi. Qutbutdinov portret va uning ostidagi yozuvga uzoq tikildi. So'ngra ko'zoynagini sekin qulog'idan bo'shatar ekan, dedi. Saltikov, Chedrin, ko'rdingizmi? O'sha vaqtdagi yozuvchilar ham soqol qo'ygan ekan. Jimlik cho'kdi. Suyar indamay ichkariga kirib ketdi. Shu yerda hikoya ham tamom. Chunki uning mantiqiy davomi g'alaba qozongan Suyarning bu ikki tanqidchidan o'ch olishi bo'lar edi. Suyar buni lozim topmadi. 1939-yil